Assalamu alaykum. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmasiga xush keldinglar. Program riyosatchisi Mirqadir Mirzatdan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Mustaqillik yo'lida izlanish degan bu mavzu nihoyatda ko'p qirliq bo'lganligi uchun bu to'g'riliq savollar va tugunlar nihoyat ko'p ekan. Shu vajdan ekranimiz orqali qo'limizda bor imkonlar va muajiratdagi qarindoshlarimizga suhbatlik suhbatlarni sunishga tirishamiz va muajiratdagi mustaqillik yo'lida yillarcha izlanayotgan qarindoshlarimizning ekranimizda o'zlarining izlanishlarini ko'rurmanlarimiz bilan o'rtoqlashishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Алдыңғы санымызда G'ulom Osmon apandim so'ralgan savollarga javob bergan asosda o'z ko'z qarashlarini ko'rurmanlarimiz bilan o'rtoqlashdi. Agar ko'rmagan qarindoshlar bo'lsa, vaqt chiqarib Surgun Hukumat Facebook beti va Sharq Turkiston televiziya YouTube kanali orqali programmamizning oldingi sonini qayta ko'rsanglar bo'ldi. Bugungi programmamizda islom dinimizdagi vatan va vatanparvarlik to'g'risidagi savollarimizni javoblash va aziz ko'rurmanlarimiz bilan o'rtoqlashish uchun programmamizga Abdulahad Nur apandimni taklif qildik. Assalomu alaykum Abdulahad Nur apandim. Ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Mirqadir apandim. Rahmat, Allah razı olsun. Ekranım söhbətimizi başlaşdan burun aldı bilan aziz görünmənlərimizə özünüzü bir qısqaça tanışdırıb ötən bolsanız, rəhmət. Assalamu alaykum qarindoshlar. Mening ismim Abdulahad Nur. Sharqiy Turkiston, Qashqar Maralbashidan. Vatandan 1997 yılı çıktım. Onundan keyin O'rta Osiyoda yaşadık. Onundan keyin Türkiye'den keyin Kanada'ga geldim. Hazır Kanada'da yaşayman. Ben şu kichigimdan tartib asosan diniy jihatdan va siyosiy jihatdan bilim tirishib o'rganib kelayotgan biri. Şoňa her biringlarga unda o'ttirga chiqib ders so'zligidek nima bo'lmasimi bilganlarimni o'rtoqlashay degan maqsadda o'ttirga chiqyapman. İnşallah Allah bu suhbatimizni hammamiz uchun, Sharqiy Turkiston xalqi uchun xayrli qilib beradigan umiddaman. Rahmat. Endi tafakkur dinimiz ustida yurgizilganda savol so'rg'ichi va javob berguvchiga qiyin bo'ladi ekan. Shunga oldi bilan endi xato savol so'rab qo'ysam, tuzitib qo'yishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Vatan sevgisini vatandan ayrilib musafir bo'lib baqqanlarla haqiqiy tushundi ekan. Undaqda shunaqa bugungi suhbatimizni islom dinida vatanni suyish iymondan hisoblanamdi degan savol bilan boshlab ketgan bo'lsak. Rahmat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu bilvelishga tegishlik bir mesele. Vatan sevgisi iymondimi degan narsani bilvelishga tegishlik mesele. Çünkü zaten vatanni suyish iymonning jumlasidan deydigan bir gap bor. Buni ba'zilar hadis deydi, ba'zilar hadis demaydi. Mayli hadis bo'lsin, mayli hadis bo'lmasin.
Bu İslam dininin ruhidan kelib chiqqan bir yakun. Nima uchun degan vaqtda vatan sevgisini bizning dinimizda hubbul vatan deb ataydi. Vatan suyish. Bu vatanni suyish insoniy bir tuyg'u. Tabiiy tuyg'u. Buni inson fitriyun deb ataladi. Fitriy Allah yaratgan vaqtida fitratallohillati fataran nasi alayha deydi Allah Qur'onda. İnsanın şu fitretini, Allah'ın yaratkanlığını, insan tabiatını, fitretini Allah'ın yaratkanlığını deydi. Şu yaratkan vaxtında vatan sevgisi billi yaratılgan insanda. Yani insanga vatan sevgisi keyin qetlip kaldırgan bir narsa emas. Normal bir insan, normal şekilde doğulup, normal insan bulup yaşasa, vatan tuyg'usi her qanday insanda boludu. Endi bu tuyg'u insan tug'ilishi bilan birga keladi dunyoga. Ammo bularni musulmon bo'lgan vaqtda islom bu tuyg'uni texmi ta'kidlaydi. İnsanlarninki basiratini nayte ahamiyat berib, basirat jihatdan, bu vatan sevgisining cho'nqurlik jihatdan islomdan nayte qattiq ta'kidlaydi buni. Çünkü bu İslami tuyg'u bilan başka tuyg'ular bilan birga keladi. Mesela başka tuyg'u deganimizda normal bir insanda ota-onasini suydigan tuyg'u bo'ladi. Normal bir insanda bola chaqasini suydigan ish bo'ladi. Normal bir insanda öz ailesini, ayolini, erini suydigan ish normal ishlar. Bu Allah sevgisinin qeshida bu sevgilar bo'ladi. Biz Müslüman sıfatında en birinci sıfatta, birinci makamda Allah'ını ve Allah'ın Resulü'nü söyüş vazifemiz var. Allah'ını söyüş ve Resulullah'ını söyüş vazifemiz boğan takdirde mi? Yani onun yanında ailemizni söyümüz, balımızını söyümüz, ata-anamızını söyümüz, ailemizini söyümüz. Aşk sevgilerinin hemmisi buludu. Bu muş sevgilerinin katarısı da vatan sevgisi mi şunun içinde var. Hem de vatanını söyüş deyince bizning şeriatimiz, dinimiz noktasında ve qarga vaqtda ayetlerden ve hadislerden çıkartan mezmunga göre vacip buludu bizning vatanimizda, bizning dinimizda vatanni suyish vacip. Anandaki onu emeliyet, perez dersiga götürdü. Emeli hayatımızca vatanni suyishning bo'lmaydigan bir ish ekanligini ko'rsatdi. Nima uchun vatanni suymagan vaqtda hech kim vatanni so'ymasa, vatanga aqida qilmasa, vatan uchun hech kim ishlamaydi. Vatan uchun ishlamasa, vatan uchun kuch chiqarmasa, vatan qo'ldan ketadi. Vatan qo'ldan ketdi degan gap, hamma narsa qo'ldan ketdi degan gap. Shuning uchun bir insonning vataniga bog'liq bo'lishi, hatto o'zi yashagan shaharga bog'liq bo'lishi inson tabiatida bor bo'lgan bir narsa. Nima uchun degan vaqtda vatan degan insonning shu hayatını ötküzdüğü yer. Müstakarrul hayat deyildi. Hayatımızı ötküzdüğü yer şu vatan. Vatansiz hayat yaşap bakvatımız bana. Dünyanın nayet isil devletleri gelip yaşap bakvatımız. Vatansiz hayat bizim hayatımızdaki olurdu. Vatan nima degan vaqtda ibadetimizni qildigan yerimiz shu. İbadetini dünyanın hem yerde kılgıldı da karılıdı. Müşahedim kılvatımız, başka yardım kılvatımız. Ama vatandaki halkımızın ibadeti yok olup gitti. Yani bir vatan, nurgun yaşlıklar var. Vatanda suydan paylanımız, havasından paylanımız, tüprüğünden paylanımız. Anındaki vatan isli olan olsa, o vatanın insanları isli hesaplanıdı. O vatan izzetlik olan bolsa, o vatanın insanları izzetlik hesaplanıdı. Her qanday kuchliq, boy, yaşaydigan bir devletning fuqarolari kuraatimiz hamma yerda hurmatli yashaydi. Vatansiz insonlarcha hamma yerda yetim qo'zidak. Urilayotgan, dashkushlanayotgan, haqoratlanayotgan normal bir hayvonlarning haq-huquqiga erishilmay, hayvonchilik bir hayotga erishilmay xarizlar halde yaşaydılar şu vatansizlik. Şunun için vatanperverlik insanın
yaratılışı bilen birlik geçke normal bir insanda vatanını müdafaa kılış duygusun buldu olur. Vatan sevgisi, vatanını müdafaa kılış. Vatanga tajovuz qilingan vaqtda, vatan besivelingan chaqdisda, ishg'ol qilingan vaqtda normal tabiati buzilmagan bir insonda vatanni mudofaa qilish tuyg'usi, his tuyg'usi bo'ladi. Unda bo'lganda, hozir mishadi gapingizni kesay. Biz hozir mudofaa qilish deb so'zlab qoldingiz. Unda bo'lganda, shu islom dinimizda hamda vatan uchun urush qilish islomda to'g'rimi yoki xatomi? Shuningga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Hamda demakchi o'g'lim, biz nurg'un chet el taratqurillarda nurg'un narsalarni ko'rdik. Shu Daeshlar deymiz, islom davlati qurish deganda. Hamda bugungi kunlikda bizning davlatimiz qanday shaklda hamda mustaqil bo'lib qolsa qanday shaklda qurildi, bu aniq emas, ammo hozirgi butun dunyoning vaziyatiga asosan bir demokratik jumhuriyat quramiz deb o'ylayman. Hamda bu yerda ba'zilar deydi ekan, hamda bir cumhuriyet kuruş üçün uruş qilsa bu islomda xato degan bir ko'z qarash borchu bu o'tirdi. Endi bu yerda mushuningga bir azroq o'zingizning bilimi bilan qisqacha bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Bu bek muhim savol. Hozirga qadar vatan uchun urush qilsa bo'lmaydi degan tashviqotni Xitoy qilib kelganlik. Nima uchun degan vaqtda Xitoy ko'rinishli yo'g'on bir davlatdek turgan bilan uninki yerimidan jiqroqi ishg'oliyat zamani. Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingan zaman, Tibet ishg'ol qilingan zaman, Mongoliya ishg'ol qilingan zaman, yana hozir biz Xitoyning ichki o'lkalarga yeldimi, nurg'un farqli millatlarning vatanlari Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan. Manchuriya ishg'ol qilingan. Shuning uchun Xitoy bu ishg'oliyatni qonunlashtirish uchun, abadiy shu vatanlarni yutib olish uchun bizga o'xshash ishg'ol ostida qolgan insonlarning kallasidagi vatanparvarlikni jo'yib etish uchun, vatan uchun urush qilsa yomon bo'ladi, yo millat uchun desa unda bo'ladi, bunda bo'ladi degan fitna fasodlarni Xitoy chiqargan. Normal Xitoydan boshqa har qanday bir millat undaq deb qaramaydi. Mayli arab musulmonlari bo'lsin, mayli turk musulmonlari bo'lsin, har qanday vatani ishg'oliyat ostida qolmagan har qanday bir millat vatan uchun urush qilishni, Alloh rizosi uchun urush qilish ishiga kiradiganligini biladi. Shuning uchun bizningki Uyg'urlar hamda vatanimiz ishg'ol ostida bo'lgandan keyin butunlay Xitoy tarafdan kelgan bu media mingjush teşvikatı davamlı bizning qo'lig'imizga chirib turadigan bo'lg'achqa shu bizningki vatanparvarlik nimalarimizda mushunday viruslar kirib qoladi. Shuning uchun vatan uchun urush qilishmi, millat uchun urush qilishmi, Alloh rizosi uchun urush qilishga kiradi. Shuning uchun buningda dinimiz nima deydi? Bu haqda kichikini deb o'taylik. Masalan, millat uchun urush qilishda, millat uchun urush qilish Allah rızasına kirem diken kirmem diken bunu ayetten qarab bakaylı. Allah Subhanahu ve Teala Sure Nisa'nın 75. ayetinde. Sure Nisa 75. ayette şundan deydi. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Ayet bizga shunday xitob qiladi. Bu halqa jihad haqida nozil bo'lgan ayet. Ey insonlar, sizlarga nima bo'ldi? Nima uchun fi sabilillah Alloh rizosi uchun urush qilmaysizlar? Alloh rizosi uchun urush qilishning qonunliq ekanligini hech kim nima qilmaydi, talash tortish qilmaydi. Hammamiz bilamiz Alloh rizosi uchun jihad qilishning to'g'ri ekanligini bilamiz. Oxirat nima deydi? Vel mustadafin. Vadiki men Arapça biladiganlar biladi. Vel mustadafin fi sabilillah'a atf qiliniqliq. Nima degan gap? Allah yo'lida nima uchun urush qilmaysizlar? Va zulmga uchraganlar haqida. Ammo zulmga qarshi turg'idek kuch yo'q.
aciz bo'lib qolgan mustazablar haqida nima uchun urush qilmaysizlar? Bu mustazab degan zulmga qarshi kuchi yetmaydigan, dushmanga qarshi kuchi ojizlik kelib qolgan aciz insonlar degan gap. Bu acizlar qanday bo'ladi desa aqlimizga kichik bolalar va ayollar keladi-ku. Ve Allah birinci katımda miner rical deydi. Er kişilerden bu aciz kep kalanlar er kişiler. Ve nisa ayol kişiler. Vel vildan ve balı çakılar. Ve de er kişiler yolu da er kişilerin kutkuzuş için ve ayollarını kutkuzuş için ve balı çakılarını ehlimizde ailemizde kutkuzuş için ne için uruş kılmaysılar deyip bu erler, ayallar, ballarını fisebillah katar sanatı da ayet. Kiçikkine Arap grammatikasının bir başlangıç mektebini bildiği adamını bildi bunu. Ayet uçuk. Fisebilillah'ın ki o başka bir kategoriye. Allah rızası için diyen ki. Yanı birisi vel mustazafin. Fisebilillah, fisebilil mustazafin. Zulümge uçurap, zulümge karşı geçti, kuş yetmeye kalganlar için mi uruş kılış, fisebillah uruş kılgandakla meşru. Şunun için bizning dinimizde her kandak ibadet, meyli perz ibadet olsun, meyli vacip olsun, sünnet mustahab olsun, her kandak bir ibadetini Allah ve Allah'ın Resulü mani kılsa diyen olsa, bu ibadetin paydası bizge. Hiç kaçan Allah'a hiç kandak paydası olmaydı bizim kılgan ibadetlerimizden. Şunun için her kandak adam çıkıp karab baksı buludu, Allah onu kıl, bunu kıl diyen ibadetlerin içinde hiç kandak bir ibadetin 1% Allah'a paydası yok. İbadetin hemmisi biz için faydalı. Şunun için Allah rızası için uğraş kıl deyişti mi? Yani bizning menfaatimizni ko'zda tutadi. Shuning uchun bu yerda millatni qutqizish, mustazab bo'lgan zulm ostida, ishg'ol ostida, tajovuzchilik ostida haysiyati, sharafi depsanda qilingan millatni qutqizish uchun qiladigan urushni Allah va malakum la tuqatilun sizlarga nim bo'ldi urush qilmaysizlar-ku. Siz inson emasmisizlar? Sizler Müslüman emesmisizler? Sizler mümin emesmisizler? Dep bizninki insonligimizni, mümin Müslümanligimizni şepi keltirib turib Allah bizga xitob qilyapti. Nim bo'ldi sizlarga? O'ldinglarmi? Bir inson degan oilasi, vatani, o'ziga taalluq bo'lgan hamma narsa dushman tarafidan besib olgan vaqtda eng az shu bechora millatni qutqizish uchun bo'lsa jihad qilmamdi. Bu yerda jihad kelimesi la tuqatilun. Qital kelimesi çıkardı. Qital degan düşman öldürse sen mi öldürürsen degan gap. Jihad kengdi. Kural işletmeymi qilg'ilganni jihad degil oludu. Ama qital kural bilan bo'lgan narsa bu. Buni Allah rızası için ve mustazablar için qilsan deb millatni qutqizishni mu fisabillah ergashtirib ekitbarda Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de bunda bir uçuk ayet bo'lgan vaqtda millat uchun urush qilsang yomon bo'ladi, o'chi degan gap shu Xitoy tashviqotidan boshqa bir narsa emas. Endi bu yerda vatan uchun bo'lsa-chu, bunga din qanday qaraydi? Bu haqda yana Allah subhanahu va taolo Qur'oni Kerimda yana nima deydi? Sura Baqara 191-oyat. Allah deydi ki bu cihat hakkında şu kenar. Vaqtuluhum haythu saqibtumuhum. O tacavuzçılarını vatanning nerede ko'rsanglar tutib yo'q qilinglar deydi. Urush qilinglar deydi tajovuzchiga qarshi. Tamam bunu urush deb tushundik. İkinci abzas ve ahrijuhum min haythu akhrajukum. Sizni nereden qo'g'lab chiqargan bo'lsa, sizni shu yerdan qo'g'lab chiqaringlar. Ve makanning gapi bu. Makan degan şu vatan şu. Vatandan sizni qo'g'lab chiqargan bo'lsa, sizni vatandan qo'g'lab chiqarsizlar. Nega hujum qilgan bo'lsa, ularga qaytarib hujum qilib, ularni qutqizasizlar deb Sura Baqara 191-oyatda ochiq oshkora deylik buni. Balki
Qur'ondagi min haysu degan makan, vatanning gapi bu. Buni yana Allah buyruq qilyotidi. Düşman nani besib olgan bo'lsa, shu yerdan qo'g'lab chiqarasiz. Akhrijuhum min haysu akhrajukum. Unda bo'lgandikin vatan uchun jihad qilish, vatan uchun urush qilish, millat uchun jihad qilish, millat uchun urush qilishning hammasi fi sabilillahning ichiga kiradi. Fi sabilillah degan Allah yo'lida degan gap. Allahning yo'lida degan gap. Nima uchun Allah vatanni qutqizishni va millatni qutqizishni Allah buyuriydi? Bizning menfaatimiz uchun. Chunki biz inson sifatida bu dunyoda nima uchun keldik bu yerga? Allohga ibodat qilish uchun. Agar vatan qo'limizda bo'lmasa, millat mustamlika ostida bo'lib qolsa, Allohga ibodat qilg'ili bo'lmaydi. Allohga ibodat qilg'ili bo'lmagandan keyin Allohga ibodat qilgan mu'min musulmonlar erkin, ozod bo'lishi lozim. O'zining vatani o'zining qo'lida bo'lishi lozim. U millat vada erkin, ozod, hur yashashi lozim. Allah bunu bizden isteydi şunun için. Ayetki qargan vaqtimizda, hadiski qargan vaqtimizda vatan uchun urush qilish, millat uchun urush qilish aş fi sabilillahning ichiga kirdi. Masalan bir misol versek. Biz insonlarningki halaldan tamoq yeyish vazifamiz var. Bu bir ibodat. Shunaqa? Halal yeyish Allah rızası için halal yeyimiz. Allah xafalab qolmasin. Halal yesem Allah xoş olsun deb halal yeyimiz. Ama o'xshash vaqtda shu tamoqni nima uchun yeymiz? Qo'saq to'yg'izish uchun yeymiz. Shundaqmi? Shundoq. Sen Allah rızası için tamoq yemay, qo'sqing to'yg'izish uchun tamoq yesang harom deya olamizmi? O halal tamoq yeyish Allah rızası için bo'lgandek, shu tamoq yeyish degan shu qo'saq to'yg'izish uchun yeyiladigan narsa. O'xshash shaklda jihodni Allah rızası için jihad degan gap shu vatanni ozod qilish uchun, millatni qutqizish uchun qilinadigan narsa. Agar bir jihad tasavvur qilaylik, bir urush tasavvur qilaylik. U urushda vatan qutqizish maqsad yo'q. U urushda millatni qutqizish maqsad yo'q. Faqatla urush qiliblar, xalqni o'ltirib yoki o'zimiz o'ylab shu yerda ashuna bir urush tasavvur qilaylik. Islom dini qabul qilmaydi uni. Bir yerda urush bo'ladi ekan, ya dushmanni qo'g'lab chiqarish lozim. Chunki urushninki nimasi? G'oyasi g'alaba qilish. Allah Qur'oni Karimda nurg'un yerda mu'min musulmonlarni, Allohga yarg'an haqiqiy mu'min musulmonlarni tasvirlagan yerda nima deb tasvirlaydi? Hammamiz biladigan Sura Baqaraning oxirisida Aminir Rasulu deydigan bir yer bor. Hamma deb o'qiydigan. Şu Aminir Rasulu'nun oxirisida Allah mu'minlarni tasvirlab Va'fu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alal qavmil kafirin deb tugdudu. Fansurna alal qavmil kafirin degan mu'min musulmonlar shunday insonlar ki ular o'zining gunohiga, taqsiratiga istig'for aytib bo'lgandan keyin oxirgi duosi nima? Ey Rabbimiz, bizning qadamlarimizni jang maydonlarida sabit qilgin ve düşmanga qarshi bizga yordam bergin deb duo qiladi deydi. Mu'minlar qanday bo'ladi ekan? Biri jang maydonida bo'ladi ekan. Jang maydonida bo'lib, qadamimizning jang maydonida sabit bo'lishini tilaydi ekanmiz. Oxirisidan Allohga, ey Alloh bizga g'alaba ato qilgin. Fansurna alal qavmil kafirin. Ma tajovuzchi Xitoylarga qarshi bizga yordam bergin deb duo qiladi deydi. Yardım bergin degan gap nima degan? G'alaba ato qilgan degan gap. Ya'ni jihodning g'oyasi, jihod qilishdagi maqsad g'alaba qozonish. Qanday qilsak g'alaba qozongan bo'lamiz? Dushman hujum qilib kelgan bo'lsa, qaytirimiz zarba berib dushmanni yo'q qilib etsak, mudofaa qila olgan bo'lsak, g'alaba qilgan bo'lamiz. Yoki dushman vatanimizning bir parchasini besib oldi. Biz qaytirma hücum qo'yib, o vatanni qutqiza olsak, g'alaba qilgan bo'lamiz. Shu g'alabaning fi sabilillah jihodning
nan tigidiği yeri galibi kazanış. Ya düşmanını koğulayıp itiş, ya vatanını kutulduruş. Ya milletini kutulduruş. Muşu cihatniki ruhi muşu. Unda bolgandan cihat pers, aşında galibilik halda netice kazanalısak Allah razı oludu bu fisebillah cihat. Unda bolmuşçu. Vatan kutkuzuş niyet yok. Milletini kutkuzuş niyet yok. Baka haq bilan kompan soquşab, bazı üzümüz ile bazı haqni öldürüp, hiç qanday g'oyasiz urush qilishni cihat deyilmaydi, ununkini fitna uruşu. Unda bo'lganda mishada bir savol so'ray. Endi bizga mushu Uyg'urlarga bugungi kunlikda agar mushu islom dinimiz bo'yicha aytilganda jihad kalimasini ishlatib urush qilish to'g'ri kelgan ahvol ostida bizga jihad farz bo'ldigan yer shu Sharq Turkiston shundaqku, boshqa yerlar bizga farz emas. Dal shundaq. Masalan, Sharqiy Turkiston xalqi vatan qo'ldan ketdi. Millat qul o'rnida yo'q qilinish girdobiga kelib qoldiq. Bundaq bir ahvol ostida Sharqiy Turkistonning jihodi Sharqiy Turkistonliklarga farzulab vadan o'tib ketib, boshqa millatlarga farzulab ketdik. Mesela Xitay, meyli san cihettin, meyli iqtisadi cihettin, meyli siyasi güç cihettin, meyli istihbarat cihettin, meyli diplomatiya cihettin, maddi manevi her noktadan bizden kuşluk ahvalda bo'lgandan biz hazır kadar urush bakıp kuchimiz yetmey vatanni tatqizib qo'ydik, o'zimiz qulaqlarga tushib qolgandan anındaki ikinci kademde etraftaki qo'shni devletligi farz oldu Sharqiy Turkiston uchun. Mesela Pakistan'dan tatib etrafımızdaki Kazak, Kırgız, Özbek bütünlerge. Ulamı kuch yetmegidek ulab qolib qolsa, bütün dünyadaki Müslümanlarga farz oldu. Bu Sharqiy Turkistonning hamma yeri yo'g'on bir davlat ishg'ol ostiga tushib qolibdi. Sharqiy Turkistonning bir g'arich yeri ishg'ol qilingan bo'lsa, hazır men degan şekilde bütün dünyadaki Müslümanlara cihat qilish, urush qilish, Sharqiy Turkistonni qutuldurush farz bo'ladi. Masjidil Aqsa qanday ulug' bo'lgan bo'lsa, Sharqiy Turkistonma ashunday ulug'. Masjidil Aqsa nima uchun ulug'? Va'da payg'ambarlar yaşadı, nurg'un islomiy tarix va va'da. Payg'ambarlar makoni bo'lgandan islom juti bo'lgandan ulug' deymiz. Ama Sharqiy Turkiston Müslümanның zemini ve Müslümanның zemini. Şunun için Sharqiy Turkiston zemini bilan Falastin, hatta Mescid-i Aqsa'nın hiç qanday farkı yok. Sharqiy Turkistonda buzib etilgan masjidlar bilan Mescid-i Aqsa'nın hiç qanday farkı yok ulug'liqda. Şunun için bizga farzulab bu bütün dunyoga farzulab ketaylik bir narsa bu. Sharqiy Turkiston masala, Sharqiy Turkiston. Ahval shundoq turib, hamda bugungi kunlikda butun dunyodagi davlatlarningki Xitoy bilan tutayotgan munosabatiga qarasak, butun Yevropa, Amerika, biz deydigan kuchli davlatlar. Bularning hammasiningki islom dini bilan hech qanday cho'ng bir aloqasi yo'q davlatlar Xitoyga qarshi turib, bizningki inson haqlarimizdan turib so'z ichib Xitoy bilan şu yüzme turib endi munosabat qilyotidi, qattiq munosabat yurgizyotidi. Ammo o'zini islom to'niga o'rgan davlatlar, nurg'un davlatlar bor. Bu davlatlarning hammasi Xitoyni qo'llayotidi. Endi buningga siz hamda qanday qaraysiz? Bu Xitoyning faqat shu puliga yoki iqtisodiga ilishib qolganligimi yoki buningdan boshqa sabablar bormi? Pul için setilganlıktan başka bir sebep yok. Pulga qul bo'lganlikninki ifodasi. Hozirgi zamonda hamma odam o'zining diniga ko'ra men palani deydi. Bizmi bizni o'zimizni musulmon deymiz. Musulmon liderlarmi men musulmon davlatining boshlig'i deydi. Boshqa dindagilar o'zini boshqa dindagilar deb qaraydi. Ammo hozir hammadan pul degan dinning oldida o'xshash bir dinda ulab qoladi. Pul oldiga kelgandan keyin iymonini sotadi, dinini sotadigan holga kelib qoladi. Şunun için Sharqiy Turkiston meselesinde
biz üzümüzni hech qanday aqlayamaydigan bo'lganimizdek Sharqiy Turkiston masalasida masalan Allohning oldida biz üzümüzni hech qanday aqlayamaymiz. Masalan qo'limizdan kelganini qilmay, qo'limizdan kelganini qilmay o'lib ketib qolsak Allohning oldida üzümüzni aqlayamaymiz. Mushu dunyoda xar zar yashagandek oxiratdami baxtsiz bo'lib qolamiz, Alloh saqlasin. Agar Sharqiy Turkiston uchun, vatan uchun, millat uchun bir ish qilmay, qo'limizdan kelganini qilmay o'lib ketsak, Allohning oldida qutulishimiz bo'lmaydi. Shuningga o'xshagan boshqa millatlarning qutulishi bo'lmaydi Sharqiy Turkiston masalasida. Boshqa millatlarning o'ziga kuchlik dadi bor. Ularni o'zining mamlakatiga rasmiy mustaqil emas, ya iqtisodiy jihatdan, ya siyosiy jihatdan ba'zi jihatlardan bir yerga ilinib qoladigan zafiyatlar bor. Ammo bu kimning gunohi? Yani şu biz musulmonlar o'zimizning dinininki buyruqlarini, emri fermanini icra qilmaganligimiz uchun, Allohning buyrug'iga itoat qilmaganligimiz uchun, Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga itoat qilmaganligimiz uchun shunday bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom abiya atlab o'tib ketib qoldik. Shu vatan muhabbati haqida. Payg'ambar alayhissalomning vatanga bo'lgan muhabbati qandoqdi? Bu vaqt qarab baqsaq, numus qilishga tegishlik bizning ahvolimiz. Agar nim bo'lmasa, hozirgi savolninki mazmuni bijaga bor deb qarasak, shu Payg'ambar alayhissalomninki vatanga bo'lgan muhabbati qandoqdi? Shuga qarab baqsaq, bijdamda aniq bo'ladi. Bo'lsa, shu to'g'riliq azroq so'zlab bering. Vatanni suyish, nima dedik? Vatanni suyish inson tabiatiga Alloh tarafidan yaratilib, kirgizib etilgan bir tuyg'u dedik ya. Vatan suyish Alloh tarafidan yaratilib, inson tabiatiga, inson fitratiga yerlashtirilgan bir tuyg'u. Masalan, bola chaqalarimizni suyimizg'u. Bir yerga ketib qolsak, uzun zaman kelamaydigan bo'lib qolsak, bolalarimizni quchoqlashib, yig'lashib arlamizg'u. Vatan muhabbati mana shundaqlar. Shuning uchun vatandan ayrilish nəhayət qattiq bir imtihan hisoblanadi. Masalan, Payg'ambar alayhissalom Mekke'den Medine'ye hicret qiladigan chaqda, hicret qilishga mecbur bo'lib qolganda, Alloh taolo eng oxirida Resulullah'ın hayotiga tahdid kelgan vaqtida Resulullah'a izin berdi. Endi chiqib ketsang bo'ladi deb. Endi vatandan chiqib ketmasang, sening hayotingga tahdid keladi. Endi chiqib hayotingni saqlab qolaligidek yerga ketib, bu mücadeleni davam qil deb Allohdan farmon kelganda Mekke'den chiqib ketishga to'g'ri keladi, mecbur bo'ladi. Shu chaqda Payg'ambar alayhissalom Mekke mushriklardan qo'rqib g'arga bukunib oladi. G'ardan kechida anandan keyin tog'liq orqali yo'lga chiqib Medinaga qarab mangdi. Medinaga qarab mengib tog'liqlardan chiqib shu Medinaning yo'lida Juhfa degan bir yer bor. Payg'ambar alayhissalom shu Juhfaga kelganda ma tarafga mangsa Medinaga mangdigan, ma tarafga mangsa Mekkaga mangdigan yo'lga chiqdi, cho'ng yo'lga. Cho'ng yo'lga chiqib bulab Mekke'ye qarab turib Resulullah yig'lab ketdi. Resulullah yig'lab ketib Mekke'ye qarab shundoq deydi: "Ey Mekke, sen nima degan suyimli? Sen nima degan suyimlik? Agar sening bu yerdagi qavm, sendeki yaşayan bu millet meni chiqarib etmagan bo'lsa, qat'iy chiqib ketkim yo'qdi. Sen nima degan bir tatlı jut, nima degan go'zal bir mamlakat deb Rasululloh ko'zidan taramlab, yosh aqtirib turib, yig'lab ashundoq degan. Ashundoq Mekkaga chidayolmay qolgan vaqtda Jibril alayhissalom vahiy keldi shu yerda. Vahiy kelib nima deydi u? İnnellezî farada aleykel Kur'ane leradduke ila ma'ad degan oyat shu chaqda nozil bo'ldi. Oyat nima deydi u? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana
Qur'on bo'yicha yashashni va Qur'onni ijro qilishni farz qilgan Alloh seni qaytadigan joyingga, ona vataningga qaytirdi. G'am qilma degan oyat shu yerda nozil bo'ldi. Bu yerda oyatning 5idan sana Qur'onni farz qilgan degan gap, ey Muhammad alayhisalom, sen bu vataningdan chiqib ketishda mush Qur'onning amri farmonlariga amal qilaman. Mush Qur'onning amri farmonlarini haqiqatga yetkazaman, tabliğ qilaman, to'g'rini o'gitaman degan maqsadda yo'langa mangding. Ama düşmanlar sana fırsat vermedi, vatanından çıkarıvatıdı. Sen Kur'an yolunda Allah rızası için müşkünge kaldın. Ama enik bilgin ki la radduke ila ma'ad. Seni, Kur'an'ı farz kılgan zat Allah seni ana vatanınga qaytırıp gitidi degan ayetni nazil qildi. Mush ayetdagi ma'ad kelimesi vatanning nima degan, nima ekanligini ifodalaydi. Allah vatanni ma'ad kelimesi bilan qo'llanadi. Bu ma'ad jannatga ma'ad deyiladi. Mush oyatga tarjima qilganlar jannat deb tarjima qilganlar bor. Chunki jannat insonlarning ona vatani. Chunki biz jannatda yaratildik. Yana mush dunyodagi imtihonni qozongandan keyin jannatga qaytamiz. Jannat bizning ona vatanimiz. Ammo Allah ma dunyodagi ma vatanimi, Mekkani ma'ad deydi Payg'ambar alayhisalom. Cennet vatan. Aşında ifade var, cennet vatan deydigan. Vatanım, cennetim deydigan. Bu mana mush oyatdan keliglik. Chunki bir insonning vatani o inson uchun cennet. Chunki o vatanda o insonning ota-onasi, ecdadi, ota bobolari, anandan keyin butun zurriyati bundan keyingi avlodi shu yerda yashaydi. U yerdagi butun noz ne'matlardan Üyenin tamaklarına köneklik, üyenin lezzetlerine könep kalıqlık, havasına könep kalıqlık, insanlara könep kalıqlık. Şundaq bir muhitte Peygamber Aleyhisselam Mekke'de özünün yaşlığını ve krallık çağlarını şu ediyet ötküzüyorlar. Resulullah'ın kalbinde şu vatan söygüsü lık boğaçka. Bu mesela Resulullah o vatanda bek bir bəxtlik mi yaşap getiyilik emez. Resulullah şu küzüne çıkıp dünyaya çoğulap bir aklığa kelgen vaxtında anasıdan marılıp qalaqlık, dadısından marılıp qalaqlık, yetim çoğulaqlık. Ömrü şu koyu vakış bilen öteglik. Keyinki zamanlarda şu ticaret bilen uyan bu yan. Aşındaq boğan təqdirdi mi? Şu ana vatan geçiden ay Peygamber Aleyhisselam küzünlük yaş edip durup muşundaq degen. Anandan keyin Peygamber Aleyhisselam ve sahabeler Medine'ye hicret kıldı. Medine'ye hicret kılgan vaxtda sahabeler Medine'nin havasına könenmeydi. Mekke'nin havası farklı, Medine'nin havası farklı. Bu arada humma deyildi. Hazır kama bu Xitay virüs korona oxşap ketadigan insan qızıtıp ketip belki nayt qızıtma bilan ta'sir tinadigan bir kesel bu. Şu humma nima şu kesellik taqib ketdi böyle. Kesellik taqib ketgan vaqtda Abu Bakr shunday degan: "Kullu mrain musbihun fi ahlihi vel mautu adna min shirakin alihi." Bu bir şiir asli. Şu çağdaki musafir muhacirlarning şiiri. Nima degan gap? Hazrati Abu Bakrning gapi ma bu. Rasululloh bilan birga hijrat qilgan Madinada muhacirlarning bashi deb shunda hurmat qilinayotgan Hazrati Abu Bakr nima dedi? Hamma odam o'zining vatanida yashaydi ekan. Halbuki o'lim inson o'zining ayg'ininki jipidimi o'lim yaqin. Qachon o'lishimiz aniq emas, qachon o'lib qolishimiz aniq emas. Ammo vatanni shunda sig'indikki, hamma odam o'zining vatanida yashaydi ekan, biz nima uchun vatanimizda yashayapmiz degan she'rni shu yerda o'qidik. Bizning maqsadimizga keladi-ku. Hamma odam vataniga berib keladi ekan, biz nima uchun berib kelmaymiz deymiz. Hamma odam o'z vatanida xuram yashaydi ekan, biz nima uchun yashaymaymiz deymiz-ku. Yig'i tutadi. Kalbimiz puchulunib shu deyilayotgan gapmi Hazrati Abu Bakrning og'zidan chiqadi. Nima uchun? Hazrati Abu Bakrning qalbida liq shu vatan sevgisi bor. Vatanni sig'inaylik. Bo'lmasa bo'lar Madinada
yaman kun ko'raylik emas. Medinede besim yok, erkinlik var. Resulullah'ın emri fermanı boyunca iş kılıdı bular. Esle erkinlik çıktık deb hoş oluş gerekti. Undaq bo'lmay, Hazreti Abu Bakr böyle yig'lab turib bu gapni qildi. Andan keyin bilimiz yana Hazreti Bilal, Resulullah'ın müezzini. Bilal'ın mı gapi var dedi? Kaşki şu üzem çoğun olgan vadide bir kişi kunaşkı nisip olsa hel ebeytenne leyleten bir vadin. Şu üzem çoğun olgan vadide, şu cengallıkta bir kişi kunaşka kaşki bir fırsat olsa ki şu etrafımdaki şu ızhır çimlere başka şu adiki ot hasla bayada yüzümüzün ortasındaki dağ daraklarının arasında bir küçük yeti varsa anandaki bana Şame, Tufayl gözümge görünüp dursa etraftaki kabileler. Şu vatanımның manzarasını bir kişi köreşki nisip bulamı da Hazreti Bilal ve onda nime kıldı. Ahiristan nime deydi o? Nime dedi ki Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal'la nime deydi ahiristan? Allahümme l'an. Şeybet ibn Rabi'a, Utbet ibn Rabi'a, Umeyyet ibn Halab deb şularni vatandan qo'g'lab chiqarganlarga beddua qiladi, qag'aydi. Ey Allah, Şeybet ibn Rabi'ga, Utbet ibn Rabi'ga, Umeyyet ibn Halabga la'nat qilgin. Dunyo va oxiratda vayron qilib etgan. Deb shu vatandan qo'g'lab chiqarganlarga beddua qiladi. Agar bizda o'rnak elish bo'lsa, bizmi vatanimizdan qo'g'lab chiqargan, vatanimizni ishg'ol qilgan Xitoyga beddua qilishimiz, har namozdan keyin beddua qilishimiz lozim. Her namazımızda, hatta her aklımızga kelgan vaqtda Xitoyga beddua qilishimiz lozimki, agar birimizning duosi ijobat bo'lib, Allohga qabul qilib qolsa, Allah shuvadan boshlab bizga yordam berib qolsa ajab emas. Shu Rasulullahdan, Hazreti Abu Bakrdan, Hazreti Bilaldan va'da vatanparvarlikni, vatan sevgisi haqida örnek elishimiz lazım. Düşmanlarni qag'ash haqidami? Resulullah'dan örnek elishimiz lazım. Şu kunlarning birida Peygamber Aleyhisselam'ın ayollarının yanına Usayl degan bir sahabi yetib keldi. Umma hicret qilib keldi Mekke'den. Yeni. O çağdasida taxama bu hijab ayeti nazil bo'lgan emas. Hazreti Ayşe mi uçuq turib atgan vaqtlar kunlarning birida Usayl kelgan vaqtda Ayşe onundan so'raydi. Ya Usayl, Mekke'ning ahvoli qanday? Vatan qanday ko'rding deydi. Ko'rgan vaqtda Usayl Mekke'nin hozir yazılab, hamma narsa pishib, meyve-çivilarning pishib ketganligini, hayvonlarning samirib, obdan bo'lib qolganligini, Mekke xalqining kunining obdan bo'lib qolganligini, vatanni tasvirlab bergandan keyin Peygamber Aleyhisselam Usayl bo'ldi gap qilmoqni, bizdan bizni rahat o'tag'il qo'y deydi. Mekke'nin tasviridan Peygamber Aleyhisselam chidab bulanmay vatan sevgisining dardida. Mekke tasvirlanavsa to'suydi. Birdan aramimizni buzma vicdan. Sen yangi kelding, ammo biz vatan sevgisi bilan vatanning dardida qo'rilyapmiz. Bo'ldi gap qilmay turganda Peygamber Aleyhisselam to'suydi. Ashundoq darajada vatan sevgisi bor Peygamber Aleyhisselam ve sahabalarda. Şunun için şu vatan sevgisi boğaçqa, bularning tabiati buzulmag'achqa, insonlik tabiati buzulmag'achqa jihad qildi, eng oxirisida Mekkani fath qildi. Qo'g'lab chiqarilgan vatanni oldi. Endi bizga bu örnek elish, Resulullah'dan örnek elish vazifamiz var bizning dinimizda. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Usve hasan degan chiroyli örnek. Resulullah biz uchun nayt obdan örnek. Resulullah'dan örnek elish vazifamiz bo'lgan bo'lsa, vatanni Resulullah söyləyəndək suyuşimiz lazım. Vatan üçün Resulullah'dək xizmət qilishimiz lazım. Millet üçün Resulullah'dək xizmət qilishimiz lazım. Allah rızası üçün Resulullah'dək cihad qilishimiz lazım. Qital qilishimiz lazım. Vatanni
vatanning mustaqilligini asliga keltirib, Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib, Allohni rozi qilmasak, uningdan boshqa choramiz yo'q Uyg'ur millatining. Rahmat Abdulla Nur apandim. Vaqtning qanday o'tib ketganligini men his qilmabdiman. Ichiga kiriblik ketdim. Har qanday vaqtda angadisiga hadislar so'zlansa, hammamiz quloqimizni ding tutib anglaydik. Bugun vatan to'g'risida hadis so'zlangandan keyin butun badanam titrab turib angladim. Balki ekran oldidagi qarindoshlarimiz va buni tarqalib bo'lgandan keyin ko'rgan qarindoshlarimizmi o'xshash hissiyotga keldi deb o'ylayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtirsak deb o'ylayman. Sizning oxir deydigan boshqa gapingiz bor bo'lsa, desangiz bo'ldi. Rahmat. Men qaramabdim ras. Vaqt o'tib ketib qopti. Aslida so'zlashga tegishli bir mazmun chalaqab qolganlik. Bu halqa islom dinidagi vatanninki o'rni. Bizning islom dinimizda vatanga qanday deb qaraydi deydigan bir mazmun chalaqaldi inshaalloh buni bo'lsa kelak sonimizga to'g'irlasaqmi bo'ldi deb o'ylayman. Yana boshqa savollarmi tushishi mumkin. Vaqtni uzatib etsak, ko'rurmanlarimizga ko'rish vaqti uzrab kelsa, yana yaxshi bo'lmaydi ekan deb o'yladim. İşte qisqa qilganimizni xeyli ko'p qarindoshlarimiz qo'llab o'zlarining yaxshi inkoslarni avatdi. Shuning biz shuni saqlab qolaylik. Alloh xolisa kelibdi mushta vaqtda yana o'xshash mushu mazmunda yana ekran oldidagi qarindoshlarni ko'rsak bo'ldi deb o'ylayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib ekranimizda nurg'un yaxshi o'zingizning bilimlarini bizga yetkazdingiz. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmatlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, vaqt munosabati bilan programmamiz mush yerda oxirlashga majburmiz. Hammamiz suyundik deb o'ylayman. Bu sonimizga bo'lgan o'y-fikrlaringlar yoki savollaringlar bo'lsa, programmamizga taklif ostida yozib qoldirsanglar yoki bizga uchur yo'llab qo'ysanglarmi bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Alloh ko'rgan qarindoshlarning hammasidan rozi bo'lsin. İnşallah kelasi sonimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.